Assalomu alaykum, Sedbuz kanalining hurmatli obunachilar. Akalar, bugun O'zbekiston viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon Chorva bozoridamiz. Shu yerdagi eni bola sigirlarni, bug'o sigirlar narxlar bilan bir qator tanishib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Bozor avjida olsa. Xo'p, bugungi sanlarimiz 10-fevral hafta kuni seshanba 2026-yil. Videomiz qo'llab-quvvatlash uchun birdan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Kommentariyada otanga rahmat kampirsizlarni xohlasa, sizlar uchun biz mehnatdan charchamaymiz, hurmatli obunachilar. Bozor avjida xohlasa. Hali odamdan hayvon ko'p, hayvondan odam ko'p. Lekin savdo zo'r emas. Keyin sigirmiz. Ustoga hormang. Sigir narxi nechta ekan? 27 kam. 27 dan kam. Bolasimi, ovasimi? Bolasi ekan, pachkamiz ekan-a? Necha litr suti bor? 24,5-25 bor. Suti necha litr? 6 litr. 6 litr. Ertalab 3 litr, kechki 3 litr, ha? Shu suti bor? Shu suti. Qo'rg'on bor, novvos bor. Buni ham bolasimi, ovas? Buni 12 ta suti bor. 6 litrdan. Hurmatli obunachilar, 12 litr suti bor ekan. Bolasi ham bir ajoyib narsa ekan. Zo'r. Nechinchisi bolasi? Buchi. Ikkinchi bola. Yaxshi. Buni narxi necha bo'lyapti? Buni 30 kam bor. Bu 30 million kam. Zo'r. O suti ham oqib ketyapti. Mashikda xolasmi? Uyda ham yana bor. Uyda ham sigirlar. Aloqaga chiqsagina bo'ladi, voqeasi shunda. 20 ta mol bor. Zo'r. Telefon raqami 88 lik. 305 99 89 83 ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa chiqarasiz, kimga shunaqa sigirlarimiz kerak bo'lsa, Xudo xolasa. Mashkam meniki. Yemoq-ichmoq, sog'lik, salomatlik hamma yo'q o'rnidami aka? Zo'r, Dastlabki xizmati bormi? Dastlabkasi bor. Qayergacha? Любой joyga. O'zbekiston bo'ylab besplatni. Kelishsak bo'ldi. Kelishilgan holatdagi hurmatli obunachilar, O'zbekiston bo'ylab. Mana bemalol akamizga aloqa chiqarasiz, kimga shunaqa endi bola sigirlarimiz kerak bo'lsa. Yuvoshlari ham yuvosh ekan. Hurmatli obunachilar, keyingi sigirimiz. Ustoga olmang. Bolasimi? Unajimmi? Necha litr suti bor? 4 litr, ertalab 4 litr, kechqurun. Yeyishga qaramay ko'paveradi, ha? Nechinchi tumsa bu aka? Nechinchi tumsa? Birinchisi. Hali yosh. Bu necha pul? 25 million kam. 25 million kam bor. Uyda yana bor, ha? Uyda serapmi? Ha, nava, 100 ta. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa, hech bitta. Tilboraman. 507 94 507 74 85. 74 85. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqa chiqarasiz, kimga shunaqa sigirlarimiz kerak bo'lsa, bag'da ham tagi serob ekan. Dastlabki xizmat qayergacha? Ha, любой yerga olib borgan. Besplatnimi? Pulini kelishsa bu. Ha, molni pulini kelishini olib borib beramiz, vodiy bo'ylab. Molni olgan narxlariga aytganchilarga olib beraveradi. Uylari bo'lsa bo'ldi. Zo'r. Hurmatli obunachilar, bunga sizlarga bo'lsa, aytgan joylariga yetib boradi. Bemalol aloqaga chiqarasiz ekan. Ustoga mol sigir sizdanmi? Yo'q, mana bu. Sizdan bular? Narxi nech pul buni? 25 kam bor deb bor. Bolasimi, ovasimi? Bolasini o'ziga oladi. 25 million kam bor ekan. Saidbeguz. Suti necha litr? Suti. Suti 4 litrga beradi. 5 ta suti 4 litrga beradi. 5 litr sutga 4 litrga berishadi. Qonida yana bir oyga bo'g'oz bo'lishi kerak deyapti ekan. Bunisi necha pul? Bunisi 160 kam. Qanchaga chiqdi? 20? Yo'q. Yana bormi? Bu bolasi bormi? Bolasi, bolasi.
Bolasi xunojin ekan. Necha litrsi bor aka buni? 3 litrdan oldi-da, yetilar sotib ketishmaydi. Zo'r. Sizga telefon raqamini berasizmi? Yem-ovqatni sog'liqni kerak emas sizga. Zo'r. Gider yutamiz bo'lmasa. Boğaz neçliga chiqdi buni? Boğaz neçliga chiqdi? Bu 16 kunda biz 14 qilyapmiz aka. Muaddab narsalar 14 million baho qilishyapti ekan. Bak yine bo'lan bu boğaz neçliga chiqdi? 21 berishyapti. 21 million. Zo'r. Nechinchi bolasi u? 3-chi bola. Bu qachon uni ajimmi? O'g'il aka mana. O'g'il ekan. Zo'r. Necha litr suv bor ekan? 8 litr suv bor ekan. Malades, zo'r. Barakasi bo'lsin. So'ga sigir narxi nechta ekan? Assalomu alaykum. 21 million kam bor. Bolasini o'g'asimi? Yo'q, Xonajin bolasi. Zo'r. Nechta tirsi bor aka buni? yo'q, bolasi yo'q. Bolasi emadi faqat. Yaxshi. Nechta bor qilishdi? Boğaz nechtaga chiqdi? Ona bolani 16 million 500 ming so'm baho qilish qimmatli o'rnashdi. Zo'r. Keyingi sigirlarimiz. Sakal sigir narxi nechta ekan? Narxi? 25 kam. Bolasini o'g'asimi? Majimmi? Necha baho qilishdi? Saidbek aka. Saidbek aka. Sakal necha litr suv buni? 10 litr? 3 litr, ha? Zo'r. Hurmatli onalar, 3 litr suv bor ekan. Arzonroq variantda sigir so'raganlarimiz uchun maxsus. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam 99lik 905 ha? Yo'q. 07 69. Zo'r. Bemalol chiqarasizlar ekan. Bitta qarab qo'ying. Lekin guruhni Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam bo'g'oz sigirlarga ham o'tamiz ekan. Ustaga hormang. Bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz ekan, hurmatli obunachilar. Ha, orqa tarafda. Zo'r. Nechinchi bolaga? Nechinchi qari? Shboskami? Zo'r. Puli nech pul aka buni? 25 million kam bor. 21 million baho bo'ldi. Ya 20 millionga o'tib bering deyishibdi. Zo'r. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam 93 789 88 03. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa chiqarasizlar. Ha. Bo'g'oz sigiramiz. Ish bosgan ekan. Keyingisi yana bormi aka firmada? Tagi siroq. Aloqaga chiqsangiz bitta adog'isi. Dastlabki xizmat qayergacha? Dastlabki. Vodiy bo'ylab 5 platon yo kelsin oltida yetkazib berasiz. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatlik garantiyasini ham berasiz. Zo'r. Keyingi ko'k bo'lamiz hurmatli obunachilar. Ustaga hormang. Bu narxi nechta ekan? 32 deyapmiz. 32 million kam bor ekan hurmatli obunachilar. Bo'ylar necha? Bu 135 atrofi bo'lsa kerak, o'zlari o'lchamagan bo'lsa kerak hurmatli obunachilar. Orqa taraflar. Necha oylik bo'g'oz aka bu?
Bir oylik çıktı. Bir oylik, Oyladık bu bir oylik çıktı. bir oylik bo'g'oz. Garantiyalik bor, ha, bo'g'oz. Uydan çıktı. Zo'r. Nechinchi qoringa? Ikkinchi qoringa. 4 ta tishi. 4 ta tishi. Zo'r. Bo'g'oz bo'ldimi buni aka? Yo'q, bo'lmadi bu hol. Tilvor raqam qoldiramizmi? Ha. Tilvor raqam. Yo'q, yo'q. Sotib ketadi, ha? Yaxshi. So'ka bu narxni eshitmagan? 30 million kam bor ekan hurmatli onalar. Ustini ko'ryapsizlar. Yo'g'onliklari hamma o'rinda xudo xolasa. Necha oylik bo'g'oz aka bu? 8 oy bo'lib qoldi. Nechinchi qoringa? Birinchi qoringa. Hali yosh ekan-a? Zo'r. Bozor nech pul qilyapti aka? Kattalar bilashyaptimi? Tilvor raqam qoldiramizmi? Sotib ketadi. Yaxshi, barakasi. Jana boshqacha ekan-a? Tog'onidan akib qo'yganman. Yon tog'ada yana Tanasi ham hamma boshqacha. Necha oylik bo'lar aka? 7 oydan o'tgan. Bunisi 4 oylik. Bunisi 7 oydan o'tgan, bunisi 4 oylik, ha? Ikkosini ham pul chiqmagan. Shunda birinchi qoringa bo'ladimi? Garibjon 8 ta. Zo'r. Orqa tomonlar hurmatli o'rnashdi. Nimalar ham boshqa so'rgan ekan. Narxi nechi puldan aka bo'ladi? 30 million deyapti. Bunisi 32. Nargisi 30 million, bunisi 32 million, ha? Kami bor. Buni parodasi qanaqa aka bu? Eti boshqacha ekan. Shvet, ha? Zo'r. Nargichi? Ola shivet. Ola shvet. Ikkitasini bitingizni yaxshi niyat qilaman degan nechlarni berasiz? Kelesini beramiz. Aka 24,5 qilyapti. Buni. Bunisini. Aha. 24 qildi. Nargisini ustiga qo'shsa berasiz. Ustiga jichi ursa berasiz, xolos. Zo'r. Telefon raqam. 99lik 537 26 26. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa chiqarasizlar. Shunaqa kirabsa. Xo'p, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalva qishlog'idan ekanlar akamiz. Aka tagi seropmidi? Xudo xolasa bo'g'oz sigirlarga aloqa chiqsa ish bitadi, ha? Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol akamizga aloqa chiqarasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, shu yerda bo'lmasam videomizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sog'ingiz sotganga Alloh barakasini bersin deymiz. Xudo xolasa bozorimiz avjida, qaynayapti hurmatli obunachilar. Birdondan like tugmasini bosib, obuna bo'lmanglar, obuna bo'lasizlar.